Hammaga assalomu alaykum. Hozir bizlar Superda joylashgan obyektimizda. Bu obyektimiz shu yil dekabr oyida xudo xolasa topshiramiz. Bu yerda hozir nima jarayon ketmoqda, nima ishlar ketmoqda, shuni hozir batafsil tushuntirib beramiz. Tomimiz ketmoqda hozir, tomimiz qurilmoqda, podez montaj ishlari ketmoqda. Xo'p, birma-bir boshlaymiz. Hozir birinchi o'rinda hozir uylarni, xonadonlarni pol stashkasini boshlaganmiz. Sizlarga yana bitta bo'sh xonadonimizni ko'rsatmoqchiman. Bu xonadonimiz bor yo'g'i bir xonalikka qaramasdan ham hamyonbop, hamma olsa bo'ladi. Hozir bitta ko'rsataman. Pol stashka ishlar ketmoqda hozir. Ikkinchi etajni pol stashka qilyapmiz. Xo'p, bu yerda podezimizda plilalar xuddi shunday bo'ladi. Buni ranglab, kraskalab beramiz. Xo'p, zinalarimiz marmar. Xo'p, hozirgi vaqtda elektr montajlarini olib o'tganmiz. Elektr simlarini olib o'tganmiz bu yerdan. Kanalizatsiya padachalarni qo'yib bo'ldik. Mana pol stashka. Polni ham stashka qilib bo'ldik. Pol stashkasi tayyor. O'sha xonani bemalol bo'lib, mana qora shovugacha tayyor. Bo'lib shuni remontdan boshlab olsangiz bo'ladi shu obyektimizda. Xudo xolasa dekabr oyida mana eshiklarimiz mana shundan. Qo'yilgan eshiklarimiz, mana temirli eshik. Bu ichkari xonadonga qaragan tomoni taxta tomon bo'ladi. Bu taxta bo'ladi. Bu tomon esa ko'rsangiz mumkin temir. Buni olib temirdan. Mana shu baquvvat eshik bo'ladi bu. Xonadonga qo'yib bergan eshiklarimiz hammasi shundan. Sifatli eshik, xudo xolasa. Bemalol bitta oilani qaratib qo'yadi bemalol. Tasavvur qiling, $18,000 ga nima ola olasiz? Hay bir yaxshi mashina olasiz. O'sha ham Malibu emas. Ha bo'lsa bir Gentra'ni navorot qilingani, Monza, Onyx'ni yaxshisi yoki Tracker ola olasiz. Xonadonchi? Xonadon ola olasizmi? Savol sizga. Endi qarang, $18,000 evaziga bizda bir xonalik xonadon mavjud. Ushbu xonadonni xohlasangiz planirovkasini o'zgartirib ikki xona qilsangiz ham bo'ladi. Yokida bir xonani o'zini olib bitta chotki remont qilib olsangiz, tappa tayyor, hamyonbop, qulay xonadonga ega bo'lasiz. Misol uchun, o'sha aytgan xonadonimiz mana shuni o'zi, mana pol stashkasini qilib qo'yganmiz уже. Ushbu xonadonimiz pastki qavatdan qolgan. Ikkita xonadon qolgan o'zi 45 kvadratlik. Xo'p, bu yerda pol stashkasi qilingan, xona bo'linishi qolgan bor yo'qi. Endi xonani bo'linishini qanday xohlasangiz, любой xil planirovka qilib beramiz. Faqatgina bitta nyuansi bor. Masalan, bizda smeta bor. Smeta bo'yicha misol qilib olsak, 100 ta g'isht xonadonni bo'lishi o'ziga. Ichki перегородкаларga smetamiz bo'yicha 100 ta g'isht. Agar sizni proyektingiz bo'yicha xonadon 100 ta g'isht bilan emas, 150 ta g'isht bilan bo'linsa agar, smetada 50 raznica bo'lsa agar, o'sha 50 raznicasini kissangizdan to'lashingiz kerak bo'ladi. U qachongina faqatgina o'zingizni proyektingiz agar o'sha bizning proyektimizdan chetlashib o'zgartirmoqchi bo'lsangizgina to'lasangiz bo'ladi. Yokida o'zimiz proyekt ma'qul bo'lsa, marhamat o'sha yuz qoladi, o'sha $18,000 ichiga bemalol. Xo'p, bu yerda nima ishlarimiz qolgan? Bu yerdan qilib beradigan ishimiz xonalarni bo'lib beramiz. Padachalarni o'tkazib beramiz. Kanalizatsiya, gaz bor. Bittasini inobatga oling, gaz bor, domimizda gaz bo'lishini gaz bo'ladi. Xo'p, kanalizatsiya, gaz, suvni o'tkazib beramiz. Elektr montaj podezgacha kelgan уже. Shu xonadonga o'tkazib beramiz, bo'ldi, tayyor. Hamda deraza ramkalari. Domni bir tarafini derazasini qo'yib bo'lganmiz. Podez tomonini qo'yib bo'lganmiz. Podez tomon qora shuvog'i ham tayyor. Xo'p, endi ikkinchi tomoni qolyapti. Buni ham qilib beramiz. Bu ham bizning bo'ynimizda, o'sha $18,000 ichida. Xo'p, $18,000 berdingiz. Rasxod qilasizmi boshqa? Qilasiz. Bizlar bu xonadonni korobka holatda topshiramiz. Endi qiladigan rasxodingiz oshib borsa 1 metr kvadratiga 1 million so'mdan ketadi. Ya'ni 45 kvadrat bo'lsa, 45 million so'm bilan akkuratni remontchi qilsangiz bo'ladi. O'sha holatda ham pol plintuz laminat bo'ladi. Devoringiz emulsiya qilinadi. Salgina qo'shib, abo ham tortib olsangiz bo'ladi. Raznicasi farqisa 45 million emas, bir 50-55 million atrofida bo'ladi. 5-10 million raznica qiladi agar aboy bilan bo'lsa agar. Hamda patologiyangizni ham gipsokarbon qilishga ham bemalol yetadi. Ba'zi tualet unitasi endi 45 kvadratga uncha katta mablag' talab qilinmaydi. $18,000 o'zi korobkasi tushayotgan bo'lsa, 22-23 atrofida o'zi podключingiz tayyor. 22-23 evaziga bir xonali xonadon. Yaxshi emasmi? Hamda novostroyka, yap-yangi uycha, mazza. Albatta bu xonadonimiz yosh oilalar uchun juda ham qulay. Mana yaqinda to'y, remont qilib ko'chish kerak. Pul uyga ham yetmaydi, to'yga ham yetmaydi, unisiga ham yetmaydi, pul hech qaysiga yetmaydi.
Pul hech kimga yetmaydi. U aniq fakt u. U qonunda shunaqa, tabiatdan shunaqa, bizdan oldin shunday ham bo'lgan, bizdan keyin ham shunaqa bo'lgan. Shuning uchun agar budjetliroq variant kerak bo'lsa, marhamat. Yoshlarga ham qiynab qo'yilmaydi. Faqatgina puli rassrochkasi yo'q. Naqdga to'lash kerak bo'ladi. Buni rassrochka qilib bera olmaymiz. O'zi chunki 45 kvadrat. O'zi 45 kvadrat, buni ham yaqinda topshiramiz. Shunga yarasha rassrochkasi ham yo'q umuman, to'g'ri tushunasiz. 45 kvadratlik bir xonali xonadonimiz. Bu bo'linishi qanday o'zi? Misol uchun, ana kirish eshigi shu yerda joylashgan bo'ladi. Kirganingizdan chap qo'lingizda alohida vanna tualet ko'rsangiz bo'ladi bemalol. Staklarni teshigi tayyor, turba tashlash qoldi, bo'ldi bu. Qolgan xonalardan o'tgan, padachalari o'tgan o'sha. Endi joyini teshib qo'yganmiz, bitta turba o'tkazib yuboramiz, shu bilan tayyorlar. Xo'p, kirish eshikdan chap qo'lda alohida vanna tualet. Keyin mana bu yerda ustki koridor bo'ladi. Xohlasangiz mana shu burchakning o'zida tualet bitta alohida tualet qilib, bu yerda vanna qilsangiz bo'ladi. Vanningiz bu yerda, tualetingiz bu yerda, alohida yoki sherning o'zida ham sabrajat qilib alohida ham qilsa bo'ladi uzunasiga. Plus minus tomoni nimada bo'ladi? Ya'ni minus tomoni minus emas endi. Talab qilinadigan jihat nimadan iborat bo'ladi? Oshxonangizni qisqartirish kerak bo'ladi. Mana hozir mana bu yerda fasad tomon, ya'ni ko'cha tomonga qaragan 3 ta derazasi bor. 3 ta derazasi. Bu derazalar qanday bo'linadi? Masalan, birinchi o'rinda mana bu katta derazangiz. Bu oshxonaning derazasi. Xo'p, mana bu regelni ko'ryapsiz. Mana shu regelning o'rtasidan devor tushadi. Mana shunday devor o'tadi, devor tushdi. Bu tomoningiz bitta alohida xona, oshxona. Kirishingizdan, katta eshikdan kirishingizda chap qo'lda va alohida vanna tualet va to'g'ridagi mana bu derazangiz oshxonaning derazasi. Xo'p, hamda bu regeldan keyin devor o'tgandan keyin bu tomonda prixoshka. Endi vkusingizga qarab, bu yerda tualet qildingiz mabodo. Tualet qildingiz, oxirida tualet bo'ladi. Keyin prixoshkadan o'tganingizdan keyin bu yerdan devor tushadi. Bu yerdan devor zal alohida xonaga ajratiladi. O'shanda bu yerda eshikdan kirganingizdan mana bu ikkita derazangiz, bitta katta zal. Buni studiya variant ham qilsangiz bo'ladi. Ya'nida mana shu zalni o'zini spalni bilan zalni qo'shib olib, studiya qilib olsangiz bo'ladi ikkalasini. Ya'ni bir tomonda mehmon o'tiradigan joy, ikkinchi tomonda spalni garnitur, balobattir. Bunday yasama spalni garniturlar bo'ladi-ku, shunday birdaniga ko'zni yoshib olsangiz bo'ladi. Yoki shkofning ichiga tortib olsangiz bo'ladi. Variantlar ko'p qilsa bo'ladi bu yerda. Oshxona, spalni, zal, studiya varianti. Nima kerak endi? Bitta yoshlar uchun yetib ortadi misol uchun. Endi boshida-da keyinchalik sotib olib, kattaroq qilsangiz bo'ladi. Farzandlar ko'payaversa, endi bu yoqni ko'raverasiz. Xo'p, parkovka masalasi bo'yicha umuman xavotir olmaysizlar. Chunki domimizni podest tomoni butunlay uzunasiga tetik planshatka. Chunki bu yerda 3 ta podestdan iborat. 3 ta podestning o'zi kamida 50-60 metr. 50-60 metrlik tetik planshatka, zeleniy zona, trotuarchik yo'llar, skameykalar, o'tiradigan joy, sharoit hammasi bor. Xo'p, keyin domning orqa tomoni xuddi o'shana distansiyaga ega bo'lgan, xuddi shunday masshtabga ega bo'lgan parkovочный место. Mana shu tomon orqasi. Mashin bemalol sig'adi bu tomonda. Mana shu domning o'zida nechta xonadon, nechta aholi yashayotgan bo'lsa ham, hammasi birma-bir mashinani qatoriga qo'ysa ham, bu yerda joy ham ortib ham qoladi. Keyinchalik ZAX to'y qilasiz, mashinangiz umuman tiqilib qolmaydi. O'sha domdan kirasiz, girdan kirasiz, tappa tayyor joycha mashinani qo'yasiz, uychaga kirasiz, bo'ldi, bu yoqda maishat, bu yoqda yaxshi yashasa bo'ladi demoqchiman. Albatta hazil. Maqtab bo'ldik. Endi jarayonga o'tamiz, jarayonlarni ko'rsatib beramiz. Hozir nima holatga ketyapti, nima jarayon, qurilish qanday ketyapti, bir-bir ko'rsatamiz. Hamda lokatsiyasini ham yana bir aniqroq qilib ko'rsataman, tomdan ko'rsatib sizlarga. Xo'p, ushbu xonadonimiz BAMni bozorchasini oldida. Shunday domdan chiqib, shunday 20 metr o'tganingizdan keyin yo'l, katta ko'cha. O'sha ko'chadan shunday ko'chaning bu tomoniga o'tsangiz, bozorchasini oldida hamma sharoitlari bor. Maktab, bog'cha deysizmi, bozorcha deysizmi, xozmak deysizmi, apteka deysizmi, klinika deysizmi, katta ko'cha deysizmi, transport deysizmi, xullas qilib aytganda qulayliklarni sanashga barmoq yetmaydi. Hozir yana 5-10 ta sanab bera olaman. Endi u ortiqcha gap bo'ladi, maynavozchilik bo'ladi. Endi ba'ni tushundilaringiz. Xullas shu. Xo'p, mana hozir polsiyashka jarayoni ketmoqda. Xo'p, mana bizlar hozir tom qismimizda, ya'ni mansard qismimizda. Bu yerda tom как mansard bo'ladi. Ya'ni bu yerda ham 6-etajimiz alohida mansard qism uy bo'ladi. Xo'p, bu yerda hozir nima jarayon? Karkazi polni tayyor. Mana karkazi butunlay tayyor. Hozir zangilashni oldini olish uchun kraska qilib chiqyapti shuni. Bitta kraska qilib chiqilib, keyin o'zi bu yoqqa ketadi. Utplitel, ya'ni utplitel, stекlopaket,
Shefir, da. Tak, mana hozir zanglashini oldini olish uchun kaskalab chiqyapmiz buni. Temirlarni hamma joyini kaskalab bo'lib, keyin utepletel, shefir, bakita, keyin уже tom qismi shu bilan tayyor bo'ladi. Hamda mana devorlarini gazoblok bilan bo'luvchi qismi boshlangan уже mansard qismimiz gazoblokdan bo'linadi. Va qolgan pastdagi xonadonlarimiz ham перегородкалari gazoblokdan bo'linadi. Endi bu yoqdan ko'rinish tomonni bozorchasiga o'taylik. Mana bozorchasi. Mana o'sha joy. Mana o'sha Bamni bozorchasi. Xo'p, bu yerda Bamni bozorchasi, mana yerda maktab, bog'cha. Biz Bamni bozorchasini u tomonida o'sha bog'chada. Bog'cha joylashgan, maktab joylashgan, mana boksing klubcha ham bor. Boks bilan shug'ullansangiz bo'ladi agar желание bo'lib qolsa. Hamda shunday oldimizdagi domni birinchi qavati splashnoy magazin. Mana shu domni o'zi, qurib bitkazilgan tayyor domni o'zi birinchi qavati splashnoy magazin. Xullas qilib aytganda, sizda $18,000 pul bor. Uy olmoqchisiz. Ani ko'rdingiz, bu yoqni ko'rdingiz, narxi to'g'ri kelmadi. Keyin shuni ko'ring. Mana yaqinda topshiramiz. Shu tomini kaska qilyapmiz. Xudo xohlasa dekabrda uyni remontni boshlasangiz bo'ladi bemalol. Bu narsaga javob, bu narsaga ikkilanish yo'q. Agarda sizda $18,000 xonadon olaman deb olib chetga olib qo'ygan pulingiz bo'lsa, marhamat pastda raqam qoldiraman. Bemalol telefon qilib, nimaki savollaringiz bo'lsa, so'rasangiz bo'ladi, hammasiga javob beramiz. Endi bu videoni chiqarganimizdan keyin siz so'ralaydigan savolni o'zi qolmadi desam ham bo'ladi, bemalol. Endi mabodo chiqsa agar, savol chiqsa agar, bemalol telefon qiling, bu o'zimning raqamim. Hamma savollaringizga javob beramiz. Ko'rishguncha xayr, sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz. Bizni kuzatishni davom eting va like, podpiska bosishni esdan chiqarmang. Xayr.